Koreyada vafot etgan Nozima haqida gaplashgan edik. Mana shu ishdan keyin xalq ikkiga ajradi. Insonlarni o'sha zor ekan shu pullarga. Mana dedi. Ishlar bo'lgan, tortganda ham sinib ketgan bo'ladi. Keyin bakal bo'lgan, yirtib bolani bir urib, jag'ini yirtib, labini yirtib nima bilmay. Kanalimiz kuzatuvchilar, kanalingizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu Nozima haqida bo'ladi. Nozima bu Koreya Respublikasida vafot etgan o'zbek qizi. Hozirda uning ishi bo'yicha Koreya Respublikasida tergov ishi olib borilmoqda. Bir necha dalillar, bir necha videoroliklar barchalari kelib ko'rib turganingizdek O'zbekiston fuqarolari bu ishda ham ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Bu jinoyat ortida nimalar turganini hali ham oshkor etilmagan, lekin Nozimaning onasi Koreya Respublikasiga borib bevosita u yerda ekspertiza jarayonlarida ishtirok etmoqda. Aziz muxlislar, kanalimizga bitta shu videoga like deb bosib, o'z izohlarida o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Nozimaga adolat kerak. Albatta akalar, bu o'zbek ayolining birinchi marotaba uyi chet ellarda vafot etishi emas. Shuning uchun akalar befarq bo'lmang videoga. Insonlarni o'sha zor ekan shu pullarga. Mana dedi, Telegramimda, Instagramimda karta qo'yish mumkin emas. Men O'zbekiston davlat anaqasidan anaqa qilingan odamman deb shunaqa deydi. Shunaqa kommentlar yozib, haqorat qilmasdan, Go'zal opa, haqorat qilmasdan, chiroyli so'kaylikmi? unaqa chiroyli, unaqa nima qilmang Go'zal opa. Baribir u bola ham endi adashdi-da, endi nima deymiz, endi u bolani ham shu ishlarini davom ettirishga bir xalqdan endi bir iltimos qilib qolamiz, mayli. Dalilimiz ham bir qilgan ishlari bordir-ku, dalil bo'lgan ekan. Mayli, endi uni biz qonun tomonlama endi qilmoqchi bo'lsak qilamiz. Lekin bitta endi so'kishimiz shart emas. Juda yaxshi bola, yoqib qoldi qoshlari menga. Bittasi SMS yozyapti-da. Nima deb yozyapti? Menga bittasi SMS yozyapti, qaranglar. Nima deydi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Avazbek, salomatmisiz? Aka, boyagi gapingizga sizni Madinani imomi bilan uchrashtirib deyapti. Hissiyotingizni bir ko'rmoqchiman-da deyapti. Birgalashib bir umra qilaylik, hoji aka deyapti menga. Va alaykum assalom. Xo'p aka desam, va'da bering deyapti. Xo'p, kimsiz desam, ertaga ishingiz chiqib qolmasin deyapti menga. Madinaning imomi bilan ko'rishtiraman deyapti. Ertaga uchib ketasiz shekilli hajga. Ertaga ketaman shekilli. Ketaman shekilli. Katta hajga borib kelasiz shekilli Avazbek, yugurib biroqlab. Yugurib, opa, ketib qolsam-a? Siz yurgan yo'llarda. Alloh chaqirsa hech nima emas. Mana chaqirishyapti-ku, imom bilan ko'rishtiramiz deb. Katta hojiga boring. Hayit hojisiga boring Avazbek. Avaz aka, yo'l ochiq bo'lsa, aka borish kerak. Uchinchi mana shu odamni bir gaplashingchi, nima deyapti? Bor narsa bo'lsa, qilish kerak aka. Yo'q, bu odam jiddiy gapiryapti, yana yozyapti. O'sha yerda o'tkazamiz deng, inshaalloh deng. Bu Halil degan program emasmi aka? Hayit hoji bo'lamiz, xudo xolasa deng. Katta hoji. Bonu deganda osharkansiz aka, menga yozyapti. Bonu degan, Bonu. O'ylayapman qat'iylar endi. dasturxon bo'lgan, mana dasturxon buni ustida idishlar bo'lgan, tortganda ham sinib ketgan bo'ladi. Keyin bakal bo'lgan, bakalga qarab urib. Sigaretmi u? Men sigaret chekaman. Bitta urishdilarmi aka? Nimani talashib urishdilar aka? O'zbekistonda unashtirilgan. O'zbekistonda unashtirilganidan? Kim bilan? Bitta xotiningizmi, qizchangiz bor ekan, u yoqda unashtirilganmi deysiz? Mana nima edi shu? Uksiz ichib olmaganmi shu? Ichmoqchi bo'ldim, men to'kib tashladim rakavinaga. Ichmoqchi bo'ldi? Qachon ichmoqchi bo'ldi? Men o'zi beye kirib, kurtkam yechganimcha bedan uksiz solyapti turgan ekan. Qarasam uksiz hidi chiqib ketadi. Qo'polmi o'shkin. Qo'limni olib qo'yib rakavinaga to'kib yubordim. O'zini o'ldirmoqchi bo'ldimmi uksizni ichib? Bilmasam, shu qo'liga ushlagan ekanda u uksizni ichib.